Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda 15 minut texnikasini o'rganamiz. Mana bu vocabulary bo'ladimi, grammatika bo'ladimi, zo'r holatda ishlatib, o'sha narsani speakingda yoki writingda aktiv qilishni o'rganar ekanmiz. Demak, speakingni oshirishda yordam beradigan 15 minut texnikasi. Birinchi o'rinda nima qilamiz? 15 minut yangi topikda so'zlar yodlaymiz. Environment bo'ladimi, education bo'ladimi yoki bizda describing places bo'ladimi, describing a person bo'ladimi, o'shanga doir yangi so'zlarni yodlab chiqamiz. Undan keyin 15 minut yangi grammatika o'rganar ekanmiz. Ya'ni, masalan, inversiya bo'ladimi, modal perfect bo'ladimi yoki conditional bo'ladimi, har o'sha bitta yangi grammatika o'rganish. Undan keyin 30 minut davomida kameraga bitta topikka doir savol olasiz va o'shanga javob berar ekansiz. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Bizda topic education haqida bo'lishi mumkin. Describe your studies at school yoki university. O'sha topikka o'rgangan so'zlaringizni va grammatikangizni ishlatib javob bersangiz bo'ladi. Va 15 minut tugagandan keyin hikoyalar yaratsangiz bo'ladi o'sha so'zlarni grammatika ishlatgan holatda. Xohlagan hikoya. Masalan, bo'lishi mumkin Marsda mantiq qilish. Kreativ, to'g'rimi? Yoki uchar mashinada kel yashaylik biz birga ashullasini aytishni. Bu ham bir orzungiz bo'ladigan bo'lsa, o'rgangan so'zingizni, grammatikangizni ishlatsangiz zo'r tema chiqadi. Muhimi bizda nima bo'lyapti? O'sha o'rgangan grammatika va vocabularyni ishlatish uchun bo'layotgan ekan. Xo'p, bizda nima bo'ladi? Maktab paytimizda esingizda bo'lsa, kimyo darsida biza laboratoriya bo'lgan. Har doim maktabda laboratoriya ishini o'rganganmiz. Bu ishni qilasan, suv solasan, nimadirlar qilish kerak. Men o'sha narsani aktiv holatda, praktikada ko'rmaganman. Hozir men mana shuni o'rgatib sizga bo'ldi, zo'r bo'ladi desam, hech qanaqa foyda bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hozir mana shu 15 minut texnikasiga birgalikda praktika qilar ekanmiz. Let's go. Xo'p, birinchi bizda topic vocabulary, describing places, joylarni tasvirlash grammatikasini emas, vocabulary o'rganamiz. I'm sorry. Keyingisi yangi grammatikadan the more, not only but also o'rganar ekanmiz. Xo'p, birinchi o'rinda grammatika. The more degani qanchalik shunchalik. Masalan, the more you study, the more you become successful. Sen qanchalik o'qiydigan bo'lsak, shunchalik omadli bo'lasan. Yoki the more you enjoy learning English, the more you learn. Qanchalik ingliz tilida enjoy qiladigan bo'lsang, shunchalik o'rganasan. Bu ham zo'r grammatika. Hamma ham ishlata olmaydi. Ikkinchisi not only but also. Bu but nafaqat balki degani. Masalan, not only are they successful, but also they are talented. Not only are you good at cooking, but also you have a knack for learning languages. Bu not only but also mizda inversiya temasida, aynan YouTube kanalimda inversiya temasini men zo'r tushuntirib berganman. Albatta ko'ring. Xo'p, va bizda topikimiz describe your favorite place bo'lar ekan. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi so'zimiz picturesque. Bu yerda ko'proq chiroyli, visually attractive bo'lgan joylarga nisbatan ishlatamiz. Masalan, this part of the town is especially picturesque. Mana shu townni qismi juda ham chiroyli, visually attractive deymiz. Yoki spectacular view of nature, ajoyib manzara. Masalan, not to mention, but the bridge can give you a spectacular view. Yetmasa ham bo'ladi. Bizda o'sha bridge'imiz ajoyib manzara beradi sizga. Keyingisi breathtaking view, kishini o'ziga tortadigan. Keyingisi renowned, mashhur degani. Masalan, the region is renowned for its outstanding natural beauty. Mana shu region bizda o'zini chiroyli, naturalniy chiroyi bilan mashhur. Keyingisi hold a special significance, alohida ahamiyatga ega. Paris holds a special significance for me. Parij men uchun alohida ahamiyatga ega. Keyingisi vibrant atmosphere, jonli atmosfera. Masalan, a great course has a vibrant atmosphere. Ajoyib kursda jonli atmosfera bo'ladi. Keyingisi leave a long lasting impression. Uzoq davom etadigan ta'sirot qoldirish. Meni yaxshi ko'rgan shaharim Parij bo'lgani uchun ko'plab gaplarimni mana shu Parijga bog'lab tuzganman. Masalan, Paris has a way of captivating the heart and soul, leaving a lasting impression that continues to inspire long after one's visit.
Ya'ni Parijni shuni nima deydi, yuragingizni, sizni qalbingizni captivate qiladi, uzoq davom etadigan taassurot qoldiradi o'sha borganingizdan keyin. To get away from it all deganim, biz juda ham xohlaymiz mana shu narsani. Ayniqsa ishdan, o'qishdan charchab ketib, просто dam olgimiz keladi-yu. Mana shu paytda o'sha so'zni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, people go fishing to get away from it all. Ya'ni odamlar fishingga boradi, hammasini unutib dam olish uchun. Masalan, mana shu nima deydi, o'qishdan charchagan paytingizda aytsangiz bo'ladi. I want to get away from it all. This is bo'ladi. Keyingisi iconic landmarks. Bu yerda juda ham mashhur binolar degani. Masalan, Paris has many iconic landmarks. Parijda juda ham ajoyib o'sha binolar bor. Keyingisi a truly remarkable place degani haqiqatdan ajoyib joy degani. Masalan, Paris is a truly remarkable place. Parij haqiqatdan ajoyib joy. Keyingisi bizda hozir birgalikda grammatikani o'rgandik, vocabularyni o'rgandik, ana endi o'rgangan narsalarimizni praktikada qo'llaymiz. Describe your favorite place. Bu yerda o'zingizni yaxshi ko'rgan joyingizni ham aytib ketsangiz bo'ladi. Boshladik. I like to talk about Paris, the capital of France. A place holds a special significance for me. As someone who enjoys cooking for others, I haven't visited this place yet, but I am saving money for traveling, and this place will be the first. Man Parij haqida gapirmoqchiman, men uchun alohida ahamiyatga ega. Men bu joyga bormaganman, ammo mana shu travel qilish uchun pul yig'yapman va mana shu joy bizda birinchi bo'lar ekan. Not only is Paris famous for its unique cuisine, but also the city is renowned for its world-class restaurants, charming cafes, and food markets. This in turn makes me passionate about cooking. Parij nafaqat o'zini o'sha ovqatlari bilan, balki dunyo bo'yicha restoranlar bilan mashhur ekan, o'sha kafelari, food marketlar bilan birgalikda. Va bu narsa meni cookingga bo'lgan hissiyotlarim oshadi. Juda ham qiziqib ketaman. Chunki bilasizz, Parijda baribir o'zini ajralib turadigan tomonlari bor, imенно cooking bo'yicha. What sets Paris apart, in my opinion, is its spectacular scenery of nature and romance. The more you take us through the streets, the more you see vibrant atmosphere, especially iconic landmarks such as Eiffel Tower. Man Parijda nimasi ajralib turadi? O'sha tabiati va romantika. Chunki ko'pchilik, masalan, merimilarni albatta Parijda qiladi, Eiffel minorasining tagida. Va qanchalik siz ko'chalarda yuradigan bo'lsangiz, jonli atmosferani ko'rasiz, mashhur binolarni ko'rasiz. Masalan, Eiffel Tower, Eiffel minorasi. All in all, Paris for me not only is a beauty of human creativity, but also expression. Its culinary delights, iconic landmarks make it a truly destination for anyone with love for food, art and exploration. Parij nafaqat human o'sha yaratganligi, balkim expressiondir. O'sha culinary delight'lari, mashhur binolari uni haqiqatdan ajoyib joy qiladi. Ayniqsa o'sha odam foodga, artga, explorationga qiziqadigan bo'lsa. Ko'rdinglarmi, biz o'rgangan so'zlarimizni, o'rgangan grammatikani imенно o'zingizga yoqadigan temada ishlatdingiz. Va bu narsa juda ham foydali, chunki o'zingizga yoqadigan temada gapirgingiz kelaveradi. O'shaning uchun aytaman, o'zingizga yoqqan topiklarda gapiring, o'zingizga yoqadigan narsalarni ko'proq ingliz tilida gapiring deb. Va ko'rgan bo'lsanglar, juda ham emotsiyalarga berilib gapirdim. Va o'zingiz ham bu narsani qilib ko'rsangiz bo'ladi. Men har doim kurslarimda mana shu texnikani qo'llayman. Chunki rostdan haqiqatdan yordam beradi speaking oshirib berishga. Boshqa qanaqadir secretini bilmayman, balkim abracadabra deb balkim yordam berishar, lekin imенно 15 minutlik texnikani ishlatadigan bo'lsangiz, speakingingiz albatta bir oyda kamida bir balga oshadi. Chunki men bu narsani bir oyda 6,5 dan 7,5 ga chiqqanman. O'shaning uchun hammaga rahmat kattakon. Keyingi darslarimizda, dehqoncha darslarimizda